Streamerlarda eng qimmat akkaunt kimda? Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugun sizlar bilan birgalikda O'zbekiston streamerlari ichida eng qimmat akkauntlar kimda ko'rib chiqamiz. Undan oldin videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bosib qo'yinglar. 1 milliontaga ozgina qoldi. Qani unda videoni boshladik. Birinchi ko'radigan akkauntimiz bu O'zbekiston, ya'ni Alipubg. Bu akkauntga kirishimiz bilan 97 kolleksion, populyarkalari kelsak 74 million populyarnisi bor. Akkauntga S5 dan polni RP solingan. Xo'sh, akkauntda 1101 ta mifik, 3355 ta legendarkalar bor ekan. Ikkinchi ko'radigan akkauntimiz bu Kardinal. Akkauntga kirib ko'ramiz. Ko'rishinglar mumkin, kolleksion 89 level. Akkauntga S3 dan polni RP solinib kelgan. Populyarnisiga kelsak 173 million populyarnisi bor bu akkauntda. Xo'sh, mifiklari obshi 558 ta mifik, 1993 ta legendarkasi bor ekan. Uchinchi akkauntimiz bu Not Ultra. Akkauntga kirishimiz bilan kolleksion leveli 97, populyarniga kelsak 655 million populyarnisi bor. Akkaunt S3 dan o'ynalayotgan, S4 dan RP solinib kelgan. Akkauntda obshi 992 ta mifik, 2896 ta legendarkalar bor. Xo'sh, 3 ta akkauntning obzorini ko'rdinglar. Eng qimmat akkaunt kimniki? Обязательно fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Shunga qarab aniqlaymiz.